Azroq bir samirsan bo'ldi deyotgan har qanday bir do'stimiz bo'lib qolsanglar, 40 kunning 45 kuncha vaqt ichida 3 kilodan 5 kilogacha, 7 kilogacha normalni badan ig'liqini oshirsan bo'ldi. Tinim bek ojiz, bek o'riq, odatda shuncha quvvatli tamoqlarni iste'mol qilaman. Odatdagi kishilarga qaraganda mo'l bo'lgan yemekliklarni iste'mol qilib baqdim. Shuncha mo'l bo'lgan oqsillarni samirtish mahsulotlarini iste'mol qilib baqdim. Lekin izchil badan ig'liqini 1 kilomi o'zgarish bo'lmayotdi. Yegan non faqat foyda qilmayotdi. Yeganim chiroyimga faqat chiqmayotdi. Shu sababdan mushu put-qo'lam mag'dursilingan, put-qo'lam issimaydigan o'ltirib qopsam beshim qaydigan, ko'z oldim qorong'ulashadigan. Mushunda ahvollar ko'ryapti. Mushuning qarta haqiqiy sap tabiiy bir ishonchlik mahsulot topamayapman degan do'stlar bo'lib qolsanglar, mushu mazmunga haqsiz yurakdan meni o'tgandan keyin inkoslarning xo'p belgilarini ko'plab yo'llab qo'yishlar birga ostidagi yo'ltiz belgisini bir besib o'tgach, dal sizlarga o'xshash shunda o'riq ovoq do'stlar olib qolsa, mush mazmun to'liq yo'llayotgach, mazmunni oxiri to'liq ko'rsanglar do'stlar. Bizniki unumini birda-bir kapolat yasab berayotgan mahsulotimiz mayli kichiklar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, o'rtaq iste'mol qilishga mos keladigan, hech qanday ximiyalik, hormonlik tarkib bo'lmagan, oshqozon taljiga börekning xizmatini, ya'ni ichki a'zolar xizmatini yaxshilab turib, oziqlan badanga shumilishni ilgari surib turib, bir bosqichda 5 kilodan 7 kilogacha, 8 kilogacha normal samirgili badan ig'liqni oshirg'ili bo'ladigan mahsulot iste'mol qilishni to'xtatgandan keyin keyinga yenib ketmaydigan, haqiqiy sap tabiiy bo'lgan mahsulot. Agarda mening mushu mahsulotni iste'mol qilgan batda, badan ig'liqini oshirgan batda, ozroq samirib, salobatlik, so'latlik bo'lgan batda, qon quvvat to'liqlab shash jonliq bo'lgan batda, badanni quvvatligim batda men iste'mol qilasiz rost yuqori degandek o'limiga birda-bir kapolat qila olamsiz deydigan do'stlarimizga biz 5 yildan buyon o'limiga birda-bir kapolat qilmayapmiz do'stlar. Mening barliq filmlarimni ko'p chiqsanglar bo'ldi, biz 5 yil bo'ldi o'limini birda-bir kapolat da'vat qilib, 5 yil jarayonida biz birazga o'limi jihatiga qarab qolgan yerimiz yo'q. Shunga iste'mol qilg'isi bor do'stlar olib qolib qolsanglar, 173 99 03 27 77 unlarni qo'shish orqali men bilan bevosita aloqalashib, setib olib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana men deb qo'y o'nimi birda-bir kapolat do'stlar. Avval iste'mol qilinglar, undan keyin baho beringlar. Bizning mahsulotlarimiz iste'mol qilib baqqan do'stlar olib qolsanglar, bizning mahsulotning o'nimi qandaroq ket inkoslarni bir qoldirib qo'ysanglar.